Assalomu alaykum kanal kuzatuvchilari. Agar sizning 6 oylikgacha farzandingiz bo'lsa, ushbu video siz uchun. Sababi farzandingizga uy sharoitida oq va qora shakllarni yasab berasiz va bu orqali farzandingizning miyasini rivojlantiruvchi dastlabki o'yinni yaratib bergan bo'lasiz. Bu nima uchun muhim deysizmi? Sababi bu mashg'ulotli qo'llanmalar orqali farzandingizning miyasini faolligini yanada rag'batlantirgan bo'lasiz. Yangi tug'ilgan chaqaloqning ko'rish tizimi hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Shu sababli oq-qora kontrast shakllar miya va ko'z o'rtasidagi aloqani yanada mustahkamlaydi. Bundan tashqari bu jarayon diqqat, kuzatuvchanlik va vizual xotirani erta rivojlantiradi. Qanday ishlatish kerak deysizmi? Shakllarni 20-30 sm masofada chaqaloqqa ko'rsatasiz. Har safar bir necha daqiqa davomida tinch muhitda bajarasiz. Xuddi mana shunday shaklli o'yinchoqlarni, qo'llanmalarni uy sharoitida farzandingizga tayyorlab bering.